Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala hemimizin tutkan ruzusunu, kılgan ibadetlerini özlerden bulunsun. Şu Ramazan ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şamaldı mı bek sehi olap giderdi deydi. Aşna bek hayri sahavet kıldığan Ramazan'da iki işini burun kıla yaxşı bitken biri Kur'an okuş. Kur'an ayı var mı Ramazan? Kur'an nazil kılış başlayan ay Kur'an okuş. İkincisi burada hayri sahavet kılış. Ama hayri sahavet diyen hemen kişilerin çoğunluğu baylıklı doğa. Biz aran uyumuzun icaresini aran verip aran mıdan kurvatımız depte aklını gitti adamın. Bu şu kembeğil kulan kısa vakitte kılmagan adam bay olsun kılmayken. Bu hayatlık tecrübe reallık bu. Kulan kısa vakitte kılgan adam bay olanım kıldı. Kulan kısa vakitte beğense Allah Teala bir dedim. Beğen ben sana vermem diye ve'dende. Ben nurgun baylarını gördüm. Mesela Suudi Arabistan'ın 22 yaşında. Nadi sehi adamlarını gördüm. Mesela burun bizim aydandırımız hem yurttan çıkıp mesela Kaşka, Xotan, Atuş, Aksu, Keriye diyen okşaş hem yerde çıkıp aşı yüzündeki yurdunun namında vahbilerini kıpkartken hazır bilen de aşı vahbinin suyunu çıkıp yavatıdı Suudi Arabistan'da. Yenildi vahbi kıpkan iş yok anda. Ula onda bir bay adamla mesken o çıkı adamın için na capamış yapalı çıkıp yemek içmeyi ayda kıtken. Ben şunda adamını gördüm yani anda sehi adamını gördüm, Hadem Tayyidek adamını, Karun'daki adamını gördüm. Mesela bizim yurtluk iki tane bay adam vardı. O iki adamın ki pişirliğini birisi aşı daim aynen yılıkıp eşip kalan tabakla aşı bir sadıkı birkaç tabak var 20'ni beşli kapkap yeter. Ses kalan tabaklı yap ne çıkıp ağırıp doktorgu çıkıp hani kisi olup gelken aşı ses aşını yiyen. Yendi çim dolar hem de. Xuday yüzme etkende adamga Allah Teala ayında pişirgandan üzgü yüzme etken başqalarga emas üzgü yüzme etken. Yani bir adam vardı. O adam bir yıl binanelep xudniga aqısını qırıp oturup yermişken onu üzerip yüzsünler. Şunçalar ama işkiyorsun binalar var adamlar yani. Bunda adet emas bina imaratlar var adamlar. Qanday oldu? İkkinchi uylab ketibdi. Aşıl kepil olgan Uyg'urlar şudan Kudüs'e oldu, şudan iyi oldu onu. İsimden tadı bilme adamın, tarihinden tadı bilme. Endi bu da hayatta qarsak, pul tapqan, turmushi yaxshi bo'lgan, kishilar yordam qilayotgan adamdan qarsak, bu adamın dastlab pul tepishga boshlagandan tortib, burundan tortib birib ketgan. Bergandan Allah sen birini versen bana 10'nu birmen degan va'dasiga asosan shunda birib etgan endi. Bu da qarasam. Endi bu yerda men bir qissani deb beray. Şu Ramazan'daki ikinci, üçüncü günleri Mekke'de sadır olan kısıken bu Hicriye'nin 250'lik Mekkinci yıllarıymış herhalde. İmam Taberi bunu rivayet kılıyor. Üzü küzüyle kürep müfessirlerin şeyhi İmam Taberi'ye. Bütün tefsir şunaslarının ustazı hemdir. Üzünün tarihi var bu. Taberi'nin tarihi var. Tarih yazan adamca. Hem tefsir yazan hem tarih yazan adam. Şu tefsirde şunu, tarihde şunu bayan kılıp onu Ali Tantavi degan alim resmi de hikaye şeklinde yazılır. Bunu o Kuveytlik alim Tarif Süveyden avazlık okulup. Ratibet Nablisimi Suriyalik avazlık okulup. Bu boğan kısa. Şu Ramazan'daki ikinci günlerken şu günde Kembeğil Ebu Gıyas diye bir adam varken Mekke'de, Mesbele'de. Nadi Kembeğil 86 yaşına gelirken 4 kız, 2 sınırlısı, bir ayalı, bir kaynanası üzü bulup 9 can. İş yok bununla. 86 yaşlı yerden ya hünür yok, ya iş yok. Na kembeğillikte bir köngülük, sağ köngülükte bir köngülük varken cilbap yaptığımız var. Şu sağ köngülükte iyi namaz okup boğandan keyin onundan ayalı kiyip okup, onunki kızların nöbetinden okup ayda okuyutkençe kembeğilçilik, kalan köngülüklerin hani tutilip ketken, izlip ketken, tişip ketken köngülükler. Şu kadar kembeğilimdi. O adamlar binası yemegili 2-3 gün bulaptıken. Su içip ayda kılıp Ramazan'ın aldığını binasını etken Ramazan kiripti. Ramazan'ın ikinci gündürge her an. Deyken biz 2 gün yankısı suyla çıkta kılıp suyla zorluk yapattınız. Der ezan çıkanlığı namaz bandatıga çıkay dese bu adam leylep, yıkıp düşkül kupap bir taraf kattık uruklap ketken bir tarafını kattık kusuk açça. Şunda tuğan deyken aş oltuğa yerde okuyken hemmeden ezan çıksa herem görüp okusa muşadanın şunda bağışkip ayda kalsa gücü yetmey, baramay namaz okuyken de okuğanın
ayoli Lubaba ismli ayoli. Ya bu Allah rızkınızı birdi qaran. Siz küçükkina bir sebep qilib baqsangiz, uyda o'tirsak Allah tashlab bermaydi buni. Siz bir sebep qilib küçükkina chiqib berib bir ish izlab baqsangiz bularmi ya degan ma'qulimiz deb aytdi. Nashta ash vaqti bo'lgan chaqda Ramazonda shunda havo issiq chiqib bütün dükkandalarni, kasbchilarning aylanayotgan, aylanmagan ish var desa 86 yoshga kelganda kim ish qilsa derdi. O nima qilib beradi? Hem ish salay desami, nomus qilib ish qilsamaydi anda odamni. 86 yoshga kelgan bo'g'isdak odamni shuning ish yo'q. Cho'glar, beshi qayib, bir yerda o'tirib, masbininki o'sha nima o'chog'ida dal-daraxtlar, eriqlar bor ashulakan. Bir daraxtninki soyisida aşağıda o'tirgan, kuchukun o'tiray deb aşağıda oturup, xiyol surib, qanday qilaman deb bunday. Uydagilar tehi och, men tehi och, qanday qilaman deb g'am qilib o'tirib, to'pini bunday o'tirsam, quliga bir yılan chiqib ketganda, bu yılan chiqib qo'lni qo'qab tortib o'tirib, qo'lini qarasa bu yılan midirlamaydi ekan. Bu qiziqib qolib, bir ichib boqay bo'ldi deb, bunda tassa, aşı hamyon ekan o yılanning terisida qilgan hamyon ekanda, ichida chin oltin bor. Ichini shunda bir sop sirib oltin. Şunda turib adam. Mana Allah'ın bergin degan mushimini. Menden fikir yok Mekke'nin içinde. Bana acayip halal, anamın sütüdek halal bu adam. Nefsi deydi de o nefsi aval. Muşu halatte ben haram bulap ketken malını yesem halal buldu bana. Muşunda halatte. Emdi bunun apırıp bir iki dinarını tigişip, ballarımı tamak elip, çiptalık, tayarlıklar yapılap, bununki aklı işe düştü. Toxta, senin emes bu. Senin emes, qanday olarsan bunu yeysen. Sen 86 yaşgacha haram yemedin. 86 yaşgacha halal yeb turding. Endi oxirgi vaqtda chidamay bu haromni yapsasan, mushu to'yib bo'g'chi uylanib ketsan, 1 soatingga uylansa, 1 minutga uylansa, kashga uylansa sen bilmaysan buni. Harom yeb ketib qolamsa deb aqli uningga keldi. Shunda bo'lganda amsa qanday qilsam bo'lib ikkisining orasida qilib, eng yaxshisi men endi mushu pulning igisini topay. İgisini tapsam insof qilib bir narsa bersa, shuning bilan eng to'g'ri yo'l mening beshimga shuni qilaman da. Shunda qilay deb, shuning bilan asta shu hamyonni o'lim uyga kirib, ayolimi ko'rmasin, ko'rib qolsa bu ayol kishi deganini oltinni ko'rsam da, nima qilib ketib meni ozdirib ketmasin deb, asta ko'mib qo'y deb ko'mib olsa, ayoli ko'rib qoldi. "Voy, nima ish qilyapsiz?" desa degan. "Ha, ishim yo'q bu yerda." "Yo'q, ko'rsatgan menga deb turib, chaplashib olib keldi." Deganki, meni shunday gap. Deganki, "Mana Allohning bergini mushu. Allohning bergini Allah bunda birib tursa, sen qarab turib uydagi 8-9 odamning jiniga zomin bo'lsang, Allohning oldiga nima borasa sen. Qur'onda bormish, o'lab qolib qopsang, haromni o'lmagislar yesang, badab tursa, sen bunda qilib jahillik qilamsan, qanday odam sen deb turgan ekan. O, "Hey, men 86 yoshgacha harom yeb boqmadim. Men mushu haromni yeb onu bunu tözlep boğuca ya tövük boğuca ülen geçsem ben Allah'ın aldığını imdat baraman. Sen eğer pulunu xeylerimizde turulkan bolsan sen bir talak olap gitse hazır. Acil işbitimiz hazır. Ağzını yumuşa diye makul dep tururken tuğan şunu olan da oylap endi bunu çağrısı tapay, ilgisini tapay dep endi binası yitip gelse haremde ilan qilgan bu endi hammadan haremga borgan degan. Haremga berib namoz o'qib o'tirsa bir Samarqanddan bir adam chiqib, "Ya jamoat bir hamyon yetib ketdi. Shu ko'giningni bo'lsa, shuni bitta menga bir xabar qilgan bo'lsanglar" deb e'lon qilaversa, hech kim gap qilmayotgan. Yana bir dam e'lon qilgan madam qishqi berib, "Qaram, agar halol niyat harom yemaydigan bir odamning qo'liga tushib qolgan bo'lsa, siz agar akib bersa, 1000 dirhamninki 100 ni beramiz." "Yo'q, bermayman." "Bermayman, ammo nima? Allah onu mukafat versin. Bermeymen dedi. Şunun olan bu adam yana uyga asta barıp bağan ki xudni tapdınız mı? İgisini tapdım dedi. Biner bermez. Yok, hiç kim bermeymen dedi. Yani oturup qaram. Yeyli desek unumaysız. 2 dirhem bolsun tegişip balığını qilib bermeymiz. Bu şiddatı Allah keçirdi bizni. Çokum keçirdi bu holatda dedi. Allah o keçirdi. Lekin men mushu 86 yoshgacha halol yeb, endi harom yeb ketsam, to'yib qo'yib ulab ketsam qanday qilaman deb ashuni qo'rqitgan bola. 86 yoshga odamga zaten puti go'ga sangilgan odam qo'ydi. Shuning bilan aksiyani bergan, berib yana e'lon qilib o'tirgan avo Samarqandlik. Kim uchigan bo'lsa, tepagan bo'lsanglar, Alloh sizlarga mukofot bersin, jazakumulloh xayran degan tumanlikin bu qashga kelib yana teppagan odam, halol niyatli odam bo'lgan bo'lsa, ehtiyoj bo'lib qolgan bo'lsa, 100'nin aşının mıngdım 10 tilla veremse veremeyme dedi.
yana ketib. Shu kuni kechlikda chidamay yana haramga bordi. Ba'zi odam yana e'lon qilib o'tirgan. Ammo qara, adam agar teppagan bo'lsa, dinar bo'lsin, biramsan bunda balani beqishqa desa, yo'q men bilmayman, mukofotni Alloh bersin, meniki tepasi deb. Bu toshdek bu odam ham bu deb. Shunda turganda İmam Tabari shu chaqda shu nima deb haramda o'qiyotgan vaqtiga Makkada diqqat qilganda bu odamga, ha bir nima qilsa aqsdan bor ekan ayni. Ayda diqqat qilib, tarixga qiziqqan odam bo'lgandan shuni diqqat qilgan. Shundan keyin u odam uyga qaytgan Tabarimi aqsdan bilib bor ekan buniki shu. Kaga yegicha hatta ishqaylisga ayoli bilan jangi jillarni tinchayotgan. Ya'ni kelsa ayolning qishqi, ya'ni kelsa ba'dim heshim ba'mida, endi men apirib bersam bo'lmadi, men apirib bersam bo'ldi, endi bu odam menga heshim bermaydigan, apirib beradigan niyatga keldi deganki, ashunda pishir odamning binasini nima apirib birsa. Ya bizning haqqimiz emas bu, berish kerak endi deb, yana haramga berib bu odamga 2 dinar bo'lsin bermamsiz bunda. Agar tapgan bo'lsa ikimiz ham berolmayman deb. Ammo aqamga tushunmay, men teppagandim, men biray hozir bunimiz dedi. Akagarga Tabarimi bilib ketgan aqsini kelib, uyga kirib, mana deb ichib nima qilganmikin, birdan-bir sanab olgan 1000 tillarni, birdan-bir sanab hammani elib, og'zini yepib, rahmat deb qo'ymay ko'tarib ichib ketgan shuning ishning yuchuqlaridan aning qizlari, ayoli oltinning par hayotini ko'rib boqmaganda oltinni sanayotgan sharaq qilgan oltinni ko'rib bu odamning musulmon bo'lganligini bir rahim shafqat qilib qolar. Balki bizga 5 kunni bir vaqtda tanaqib o'tirgan, o'tirsa shart ichgan achchig'idan qaynanasi yiqib tushgan, aylanib ketganda ashunda ig'ir bir ahvol bo'lgandan keyin İmam Tabarimi hech nima demaydigan, u zaten hech nima demaydi, lekin shuning hammasiga shohid bo'lib turibgan. Şunun adam bilen asla onu İmam Tabarimi bildi ketgan vaqalikni ko'rib, ketgandan shundan keyin aytsa, o'sha adam, bu Samarqandlik, bu o'zi yana oltinni elib ko'tarib kiribdi. Nima bo'ldi endi? Tunga hech nima bermay ketgandingiz, nima bo'ldi? Oltiningizga kam qilibdimi, nima ishga keldingiz degandim. Yo'q, asli bunday deb qissa. Dadamninki ajdaq 3000 dinar oltin vardı, 3000 dinar oltindan 1000 dinarni bizlarga ulashtirib bergan, 1000 dinarni menga haramga berib kelgan, menga haj qilgin deb menga 1000 dinar bergan, yana 1000 dinarni berib, mushuni Makkaning eng faqir odamga bergan, ammo men ulab ketganligim birisi. Men hayot vaqtimda bermagin degan, shuni bugun xabar keldi, dadam ulab ketibdi. Qarasam bu Makkada sizlardan bu faqir odam yo'q ekan. Sizlarga haq kelsa hammani elinglar degan. Degandan adam yana turib Abu G'iyas deganday taqvodan o'nlab odamdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadis vardı. Hadiya degan ash o'ltiqalarning hammasiga beriladi deb. Masalan, Rasulullohning oldiga bir kimda hadiya etgasa, bir pul xoma yo o'zim binasi etgasa, hammalarga taqdim etganda uni, hammalarning haqqi bor. Shundaqda amma uyda biz 9lik İmam Tabari bilan 10 o'ldaq 10 aydan arishaydi deb ashu 100 tillarni arishibgan. 1000 tillarni 100 tillarni arishib bergandan bu 100 tillarni elib İmam Tabari ketib keyin ashu yozgan bu. Mushu 100 tillar men nadijiq kitob yozdim, jiq izlandim, jiq materialni setib oldim, jiq kitob yozdim. Mening ilmim bu shundajiq asqatdi degan 100 tillar bilan İmam Tabarining ishini yaxshi bo'lgan. Undan keyin 16 yildan keyin İmam Tabari aşağı ketgan, haramga ketgan yana. Haramga kelib ashularni izlayotgan. Ashuni izlasa, o adam zaten akiradan birkaç ayda keyin ulab ketgan. Uning qizlari amirlarga, boylarga, ahli ilmlarga yartib qolibdi. Hammasining turmushi shunda yaxshi deydi. Kelsam meni ashu qo'l-qo'lga qo'ymay shunda ashu podshodek shunda kutib oldi deydi. Demak endi adam depirgan ayoliga shu chog'da 100 tillardan ep bo'lgan chog'da meni siz hozir haromdan bo'lsin, 2 tillar bo'lsin, shunda yeb Cenimizi saqlab qolaydi, tahlikadan debdiniz. Siz shariat bo'yicha sizning deganingiz durust. Lekin men ashu ishqa vicdanım faqat qo'ymadi o ishqa. Biz Allohga taqvolik qilib, Allohni kutdik. Alloh taolo hammasini bir vaqtda bizga, ishqal emas, hammasini bir vaqtda bergan. Shundan keyin o 900 tillarni olgandan uydagilar hammasi o 900 tillardan ularning hayot boshqacha rafohatli shunday bir hayot bo'lib ketgan. Keyin İmam Tabari ashuni o'z ayni ajda aylaqib yozitganda, demak endi Alloh taolo bandani bunda sinaydi. Shu sinoqdan o'talsa, Alloh hasrat bergan. Ali ibn Abi Talibning bir qissasi var. Shundan bir qatim eltini yitlab kelib
bir hammamga kirib chiqay deb aşağı bir adam turutken manınga sen qarab qo'ygan men kirib chiqay deb tutqizib qolib ketsa ketib ko'ngilda bu odamga bir 2 dirham berib qo'yay ish qilsagan ekan deb ketib chiqsa at aşağı bağlanib turibdi, atning egiri yo'q, o odami yo'q. Çatak olabdı deb ketib balalardan əvətib birisini bazağa verib manığı bir iger tepkinlama atıq çatak olduysa aş üzünün heliq igerinin üzünü epdi. Aş iger bazağa kirdiken 2 dirhemga setib epdi. Şuşal depdi. 2 dirhemni Allah Taala bunuga nasib qilgan, rizqidi buning. 2 dirhemni küçükün savr qilgan bo'lsa halolni etdi. Savr qilmadi, harom yedi debdi. Ashunga o'xshash dunyoda. Yani savr qilsang, chidasang, aş halol rizqini yeysa, ya hech kim aç qolmaydi u. Hech kim aç qolmaydi. Ya haromdan o'zi qildi, ya haloldan o'zi qildi, hammadan o'zi qildi shunama. Lekin ilg'ab qilsang Alloh yordam qilsin. İlg'isang Alloh sana yordam qiladi. Shunga bizning hayotimiz bütün shu sınaqlar bilan to'laqlikanda, ya'ni shayton bilan nafsimiz bir tarafga bizim tuvanga tortib tursa, aqlimiz bilan iymonimiz bizni yuqoriga ko'tarib turadigan. Hamda shunga Alloh taolo insonga aql bilan nafsni bergan. Al farishtalarga nafs bermay aql bergan. Gunoh qilaysizmi, qilmaysiz, gunoh qilmaydi ular. Endi hayvonlarga aql bermay nafs bergan. Shu insonda hayvonlik bor, farishtalik bor endi. Yaxshi bo'lganlar farishtalarga o'xshash bo'lgan. Hatta farishtalardan bu iymon etgan haqiqiy mu'minlar farishtalardan bu ulug' bo'ldi masalan. Vellezine amenu ve amilus salihati ulaika hum hayrul bariye deydi. Ulaika hayrul iymon etganlar mahlukatning eng yaxshisi deydi. Mahlukatning ichiga insonmi kirdi, farishtami kirdi. Mahlukatning eng yaxshisi deyilganda. İman etmaganlar ulaika hum sharrul bariye deydi masalan. İman etmaganlar shu mahlukatning eng yomoni deydi. Shunga asoslanib ulamolar haqiqiy shu taqvodor Allah'a yakın ayna salih adam feriştelik ulug' deydi. Aşında mertebeye yetkili oldu. Hayvandı mı tüyen dereceye küçük yetkili oldu. Allah Teala hemmeylerinde bu Ramazan'da ıslah bulup takvalıktan ibaret yaxşı bir şu hıslatı üzerinde yerleştirmek nasip olsun. Amin.